Hozir ko'pchilik pul qochgandan shikoyat qiladi. Nimamush, pul topish qiyinlashib ketganmush. Yuzdagi bo'sh joydan ham daromad qilishingiz mumkin desak ishonishmaydi. Yo'q, bo'lishi mumkin emasdirsiz. Lekin hozir sizga hikoya qilib beradigan ikkita insonimiz aynan shu ishni qilishgan va ular bugungi kunda milliard dollarlik kompaniyaga asos solishdi. Ularda na birorta mehmonxonasi, na o'zlarini uylari bor edi. Lekin ular bugungi kunda dunyo bo'ylab millionlab uylarni boshqarishadi va milliardlab dollar daromad qilishadi. Eng qizig'i, bularning barchasi ilojsizlikdan boshlangan. Ijaraga ham pul yo'q talaba ikki yigit o'zlarini puflanadigan matrasini ijaraga berishadi. Shunda buni ko'rgan hamma ularning ustidan kuladi. Xo'sh, qanday qilib puflanadigan matras bugungi kunda dunyoning eng katta boyliklaridan biriga aylandi? Qanday qilib bu talabalar ustidan kulingan g'oyani eplay olishdi? Bu video 25 yoshgacha startap yoki biznes boshlamoqchi bo'lganlar uchun. Shuning uchun uni oxirigacha ko'ring. Ikki talaba yigitni Airbnb nomli kompaniyasi, ya'ni biznesi aslida o'xshamasligi kerak edi. Nazariy jihatdan bu g'oya ham xato edi. Tasavvur qiling, ijrochi direktor, ya'ni CEO biznes boshqarishni bilmaydi. Hattoki o'sha paytda Amerikada ba'zi bir shtatlarda bu ish bilan shug'ullanish noqonuniy edi. Lekin eng qizig'i bu emas. Eng qizig'i, ikkita asoschi ham bu biznes o'xshab ketishiga ishonishmagan. Ular shunchaki ijaraga pul topishmoqchi edi xolos. Lekin bugungi kunda Airbnb aql bovar qilmas darajada. U 10 milliard dollardan ortiq gigant kompaniya. Butun dunyo bo'ylab mehmonxonalar tarmog'iga ega. Eng qizig'i, uni birorta o'ziga tegishli uy yo'q. Hammasi 2007-yilda San Fransiskoda kichik bir kvartirada boshlangan. Brian Chesky va Joe Gebbia ismli ikki yosh dizayner yashash xarajatlarini zo'rg'a qoplab yurishardi. Oyning oxiri kelyapti, ijara haqi esa kutilganidan baland. Ularning cho'ntagida deyarli sariqchig'i ham qolmagan. Agar tezda pul topishmasa, uy egasi ularni ko'chaga haydab yuborishi aniq edi. Aynan o'sha kunlari San Fransiskoda xalqaro dizaynerlar konferensiyasi o'tkazilishi e'lon qilindi. Shaharga minglab odamlar oqib keladi. Tabiiyki, hamma mehmonxonalar bir necha hafta oldin band qilib bo'lingan. Qolganlarida esa narxlar osmonda. Shunda yigitlarning xayoliga bir aqldan ozgan fikr keladi. Nega biz uydagi bo'sh joyni ijaraga bermaymiz? Odamlar baribir yotishga joy topa olmayapti-ku. Reja shunaqa edi. Mehmonxonadan joy topa olmagan dizaynerlarga ular o'z uylaridan joy berishmoqchi edi. Lekin qarasa, uylardagi biror bitta kravat bo'sh emas. Omborxonaga tushib, 3 ta shiriladigan matras olib chiqishadi va e'lon qilishadi. Biz shirilgan matras joy taqdim etamiz va unga qo'shib nonushta ham. Va ular bu biznes nomini Airbed and Breakfast, ya'ni yotoqxona va nonushta deb nom berishadi. Airbnb nomi nimadan kelib chiqqanini endi bilasiz. Ular bir kechani o'zida oddiygina sayt tuzishadi. Hech qanaqa kod yozmasdan, shunchaki WordPressda shablondan foydalanib sayt tuzishadi va buni eshitgan xonadoshlari ularning ustidan kuladi. Kim sallani uyingga oddiygina polda yotishga pul to'lab kelishi mumkin? Ahmoq emasmisizlar? deb ularni ustidan kulishadi. Lekin konferensiya boshlanadi va mo'jiza yuz beradi. Sayt orqali 3 ta mehmon keladi, bir ayol va 2 erkak. Yigitlar ularga shunchaki joy berib qo'ymaydi. Ular shahar bo'ylab aylantirishadi, eng mazali qahvaxonalarga olib borishadi va haqiqiy do'stdek muomala qilishadi. Mehmonlar ketayotib, bu hayotimdagi eng zo'r sayohat bo'ldi deb aytishadi. Natija nima bo'ldi? 4 kun ichida yigitlar $1000 ortiq pul ishlashadi. Ijara to'lanadi. Kvartira saqlab qolinadi. Bitta muvaffaqiyatli ijara hali biznes degani emas. Yigitlar bu shunchaki bir martalik omad deb o'ylashadi va boshqa katta va jiddiy g'oyalar qidira boshlashadi. Oradan oylar o'tdi, lekin hech biri o'xshamadi. Oxiri ular baribir o'sha ijara g'oyasiga qaytishga qaror qilishdi. Jamoaga 3-sherikni, dasturchi Nathan Blicharchikni qo'shishadi. Saytni professional darajaga olib chiqishadi. Shu joyda biz bir haqiqatni tushunib olishimiz kerak. Istalgan global loyiha bo'ladimi? Airbnb, Instagram yoki Telegram barchasini poydevorida dasturlashtiribdi. Siz ham kelajakda katta bir biznes yoki global loyiha qilmoqchi bo'lsangiz, albatta sizga ham poydevor IT kerak bo'ladi. Quruq g'oyani choyga solib ichib bo'lmaydi-yu. Hammasini realizatsiya qilish kerak. Hikoyani boshlaysizmi? Ikkita yigitimiz birinchi buyurtmalarni va $1000 shunchaki sayt yasab topishadi. Siz ham qo'lingizdan bu ish keladi. Buning uchun sizga haqiqiy IT poydevor kerak. Bunda sizga 4 oylik foundation yordam beradi. Bu dasturlashni mantig'i va alifbosi hisoblanadi. 12 dan ortiq bitiruvchi ishonch bildirgan Najot ta'lim markazida siz 4 oyda foundation o'qishingiz mumkin. Kontakt ma'lumotlarini tavsifda qoldiraman, biz esa davom etamiz. Endi Airbnb asoschilarining hikoyasiga qaytamiz. Ular investor jalb qilishmoqchi edi va investorlar bilan uchrasha boshlashadi. Lekin ko'pchilik investorlar bu g'oyani o'ta kulgili va ahmoqona deb
hatto suhbatni yarmini ham eshitmasdan o'rnidan turib chiqib ketishadi. 2008-yilda pichoq borib suyakka taqaladi. Pul tugagach ular qarz olishni boshlashadi va ularning qarzlari $10,000 oshib ketadi. Ular qarzni yopishlik uchun boshqa bir kredit kartalaridan foydalanishadi. Keyingi kredit kartani muddati yetib kelganda boshqa bir kredit olishadi. Xuddi shunaqa bugungi kunda o'zbeklar orasida bo'layotgan muammoga o'xshash bir muammoga borib qolishadi. Ular kunlari borgan sari og'irlashib borardi va ular botqoqligini eng tubiga yetib kelishgan. Lekin aynan shu chorasizlik ularni eng kreativ qarorga undadi. AQShda prezidentlik saylovlari boshlanish arafasida edi. Yigitlar nonushta uchun quruq bo'tqalar sotishga qaror qilishdi. Ya'ni kashalar sotishmoqchi bo'ldi. Ular arzon don mahsulotlarni sotib olib, o'zlari dizayn qilgan qutilarga solishadi. Biriga Obama Oz, ikkinchisiga Kapitan McCain deb nom berishadi. Bu shunchaki mahsulot emas, balki kolleksiya buyumi edi. Bu g'oya portladi. Odamlar bu qutilarni o'ziga xos esdalik sifatida $40 sotib olishni boshlashdi. Ular quruq kasha sotib, $30,000 atrofida sof foyda ko'rishdi. Bu pul ularni qarzdan qutqardi. Lekin asosiy muammo Airbnb hali ham o'lik holatda edi. Ularni oxirgi umidi o'sha mashhur Y kombinator akseleratori edi. Ular suhbatga borishadi. Suhbatni Paul Graham olib boradi. Suhbat ular o'ylagandan ko'ra dahshatli kechadi. Paul Graham shunday savol beradi: nima uchun odamlar bu xizmatlarni sotib olish kerak? Sizlar ahmoq emasmisizlar? Shunga o'xshagan qattiq savollardan keyin o'rnidan turib ketishadi. Brian bo'lsa, ketishidan oldin sumkasidan o'sha $40 kashasini olib, uni Polga ko'rsatadi va hamma hikoyani aytib beradi. Ular qanaqa qiynalganligi, nimadan boshlaganligi va nima ishlar qilganligi haqida. Shunda Paul Graham juda ham aqlli bitta gap aytadi. To'g'risi, sizlar mana shu kashani sotib olgan bo'lsanglar, demak Airbnbni ham sotib olasizlar. Sizlarning g'oyalarga ishonmayapman-ku, lekin sizlarning ambitsiyanglar, ya'ni ishtiyoqinglar menga yoqyapti deydi. Va Airbnb o'zini ilk rasmiy investitsiyasiga ega bo'ladi. Akseleratorda ular birinchi o'rinda o'zlarini cheklashni to'xtatishdi. Ular oddiygina matras va nonushta o'rniga butun boshli uylarni ijarasiga o'tishdi va nomni ham Airbnb deb qisqartirishdi. New Yorkka yo'l olishdi va asl muammo nimadaligini aniqlashga kirishishdi. Asl muammo bu uylarning rasmlari xira ekanligida ekan. Telefoningizda qara olingan rasmga qarab begona uyga borgingiz kelmaydi, to'g'rimi? Brian va Joe o'zlari professional kamera ko'tarib har bir uyni rasmga tushirib chiqishadi. Chiroyli rasmlar qo'yilishi bilan buyurtmalar soni 3 baravariga oshadi. Avvaliga 50 ta buyurtma, 100 ta, 1000 ta va yana katta raqamlar. Platforma xuddi virus kabi tarqala boshlaydi. Airbnb nega muvaffaqiyatga erishdi? Buning bir nechta asosiy sababi bor. Birinchidan, ishonch. Ular sharhlar, odziv tizimini shunday qurdiki, yomon uy egasi yoki yomon mehmon tizimda qola olmasdi. Ikkinchidan, to'g'ri vaqt. 2008-yilgi iqtisodiy inqiroz paytida odamlarga qo'shimcha daromad kerak edi. Sayohatchilar esa arzonroq joy qidirishardi. Va eng asosiysi network effect. Qanchalik ko'p uy qo'shilsa, shunchalik ko'p mijoz keladi. Qanchalik ko'p mijoz bo'lsa, yana ko'proq uy egalari o'z joylarini taklif qila boshlaydi. Bu to'xtatib bo'lmas jarayonga aylanadi. Albatta, yo'l har doim ham tekis bo'lmaydi. Mojarolar, mehmonlar tomonidan vayron qilingan uylar, o'g'irliklar ham bo'lib turdi. Ba'zi shaharlar Airbnbni mehmonxona biznesiga zarar yetkazgani va soliqlardan qochgani uchun taqiqlab qo'ydi. Lekin kompaniya taslim bo'lmadi. Ular har bir uy egasi uchun $1 million sug'urta joriy qilishdi. Xavfsizlik xizmatlarini kuchaytirishdi va hukumatlar bilan muzokaralar olib borishni o'rganishdi. Ular muammodan qochishmadi, uni hal qilishdi. Airbnb hikoyasi bizga bir narsani o'rgatadi. U ham bo'lsa, eng zo'r startaplar va biznes g'oyalar qandaydir laboratoriyalar yoki biznes daholar tomonidan o'ylab topilmaydi, balki kundalik oddiy muammolardan kelib chiqishi mumkin. Masalan, ijaraga pulim qolmadi. Muvaffaqiyat kaliti bu hamma yo'q deb turgan paytda ham davom eta olishdir, hattoki kasha sotib bo'lsa ham. Sizlar bilan birgalikda Najot ta'lim sahifasi bo'ldi. Agar sizga startaplar va texnologiyalar mavzusi qiziq bo'ladigan bo'lsa, unda kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Bundan-da qiziqarli hikoyalar hali oldinda. Sizni kutib turibdi. Ko'rganda ko'rishguncha. Najot ta'lim.